Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Bugun mana Noida klinikasidamiz. Noidada joylashgan Force klinikasidamiz. Mana opalarim Anor opa, bu yoqda bemor opamiz Sayyor opam. Opamga mana hozir ertaga xudo xolasa operatsiya kunlari mana 12 gacha ovqatlanmashlari bo'ladi. Xohlagan ovqatlarni yesa bo'ladi. Xohlaganini emas-ku. O'zlariga mumkin bo'lgancha mana bu somsa mana bu ko'rib turganinglar, Hindistonning somsasi. Lekin bular samosa deb aytishadi. Biz shuni o'rganib oldik. Anor opa. Qani, mana shuncha diyeta qildingiz, bosing endi. Xudo xolasa ertadan operatsiyadan chiqqandan keyin bunaqangi ovqatlar berilmaydi. Inshaalloh. Duo qilib turinglar. Iloyim hammanglar duoda bo'lib turasizlar. Inshaalloh mana opa singil, mana Anor opam opalari bo'ladi. Sayyor opam singillari, Sayyor opamda jigar serrozlari bo'lganligi uchun jigarlarni almashtirgani kelganmiz Hindistonga. Mana bu opam, opalari Anor opam bularga donor. Xudo xolasa inshaalloh ertalab operatsiya kunlari duoda bo'lasizlar. Ko'pchilikning duosi ijobat, tana joyinglar sog' bo'lsin, iloyim hech kim kasal bo'lmasin. Hammanglarni qo'llab turishlarini so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Omon bo'linglar.